Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz hozir Mozori Sharifda, Mozori Sharifning o'sha kichkina bozorchasida turibmiz. Mana bular tilida bomiya deydi. Bu nihoyatda arab xalqlarining, shu bilan birgalikda afg'on va hind xalqlarining sevimli ovqati hisoblanadi. Bu semiz o'tga o'xshash, to'yimli va yaxshi bir nima. Yaxshi narsa bu. Olganda bu ichi qotirib qo'ymaydi. Bu bilan birgalikda foydali taom, go'sht mazasini beradi, quvvatini beradi. Nihoyatda yaxshi bu. Mana bizda ham shuni O'zbekistonda shuni ekib ko'paytirsalaringiz yaxshiroq bo'lar edi deb o'ylayman. Nimagaki bu issiq joyda ham bo'lsa-da, sovuq joyda ham bo'lsa-da, bu albatta nihoyatda yaxshi. Mana hozir endi bu baqlajon, oq baqlajon. Qora baqlajon. Shu bilan birgalikda mana bu nima? Kabachka. Yaksa avtodur. Yaksa avtodur fa? Qancha kilo shuni? 2 kilo aysat biram. Mana bundan oli, yana bundan mana sizlar qo'shadigan nima edi bu? Mana yo'g'chiga o'xshash narsa bor-ku. Sizlar nima deydi buni? Yo'q, loviya bor. Po'chog'i bilan yeydigan loviya bu, to'g'rimi? Po'chog'i bilan yeydi buni, ha? Mana bu nima bu? Buni biz yemaymiz. Bu nima bu? Nima deydi? Ha? Qozon yuvish uchun Qozon yuvish uchun. Bilaman, qozon yuvish uchun bilan ishlatiladigan ajoyib bir yaxshi narsa bu. Ichidagi nimasi, urug'i bor, ichida bu necha pul turadi bu? Chandasta kilo. Seriyo. Nima necha pul deydi? 5 deydi. 4,5 ming so'm. 4,5 ming so'm bir. Bu mana hozir ichida qozon yog'ichi buni nima qilib pishirib yeyishadimi buni? Ha, pishirib yeyishadi. Bundan nima qilib ichidagi urug'i nihoyatda foydali. Bu pishgandan keyin qozon yog'ichi bo'ladi bu. Pishganda kattalashadi, qozon yog'ichi bo'ladi. Uning ichidagi urug'i esa qand kasali, diabet kasallariga dori bo'ladi. Bu nihoyatda shifobaxsh o'simlik. Buni albatta hozir xomligida olib yesa, bu shifo bo'ladi. Qand kasaliga va boshqa ish qotishmalariga bu nihoyatda davo. Mana bundan ham bersin. Aziyam 1 kilo bitir. Buni ko'proq afg'on o'zbeklari emas, bular nimalar yeyishadi buni, hali tojiklar yeyishadi. Ya'ni tojiklar mana Talibanlar nima deydi? Pushtunlar yeyishadi buni. Pushtunlar, Gurju, Ag'dom, Yag'mo, shunga o'xshash millatlar yeyishadi. Shunga o'xshash millatlar yeyishadi. Bu nihoyatda yaxshi. Endi bu mana bu baqlajon, boqila deysizmi? Boqila. Bu juda ko'p kasalliklar dori. Mana bu esa qora boqila, mana bu esa oq boqila. Qaysi biridan olaylik? Endi qaysi bo'lsa ham bo'ladi. Sizga qaysi yaxshi? Siz yemaysiz buni. Bizlar hech bunaqa narsani yemaymiz. Faqat mana shuni iste'mol qilamiz bo'ladi. Yog'i, pomidor yemaysizmi? Pomidor yeymiz. Bering pomidordan, davay. Qancha bu? Pomidor kilo. Ha? Pinjora. 50 afg'oni. 10 ming so'm. 10 ming so'm. 2 kilo bo'ladimi? 2 kilo olsinmi yo 3 kilomi? Bo'ladi. Ha, 2 kilo bering. Bular ko'proq kiloni, bular 7 kiloni bir ser hisoblaydi. 7 kilo bo'lsa, bir ser hisoblaydi. Bu o'sha 7 kilo yo 7 kilo deydi, yo 1 kilo deydi. Bu ser degani o'sha 7 kiloga to'g'ri keladi. O'lchov biriklari bularda boqila, misqol, shunga o'xshash dirham, qadimiy o'sha bizlar nimalar bu hozir faqat ensiklopediyada topib bilish mumkin xolos. Hozir bularda o'zini tilini va harflarini mana bu yerda ko'proq qaraysiz, harflarni aslab qolishgan, asoriy atiqalarini ham bemalol o'qiy ola olishadi. Bizniki esa oldin lotinga o'tganmiz. Lotindan kirildan yana lotinga o'tdik. Bu juda ko'p narsalarimizni biz yo'qotdik hisobi. Mana bu esa ko'rsangiz bu bu samsoq, mana bu esa limon. Limonni qaysi biri ma'qul sizga? Limondan 1 kilo bersin? 1 kilo. 1 kilo, ha. Bu qaysi bu? Jalolobod limonimi bu? Jalolobodnikimi bu? Afg'oniy 1 kilo, ha? Bu qaysisi bundan 1 kilo bering? 1 kilo. Birodar azizlar, bu hozir biz Afg'onistondan aylanib yuribmiz. Bularni o'zi o harflari, shu bilan birgalikda u kitoblari, asoriy atiqalari, hamma narsalari hozir bor. Non nech pul desa bo'ladi. Bitta non qancha? Yuringchi, siz tarjima qilasiz. Qani non? Mana non.
Mana non. Nonchanda. Qanchadan bu? 50 Ha? 10 20? Bir donasi 20 afg'on. 50 rupiya deydi, 3 tasi 50 bo'lsa nima bo'ladi? 3tasi 50. 3ta oling. so'm bo'ladi. Ha, 40 ming so'm bo'ladi. Yo'q. Bak quloq sol. 40 ming so'm bo'lar ekan bu. 3tasi 50 rupiya. Yo'q, 40 ming so'm bo'lmaydi. Bizda 5 ming so'm 30 afg'oni bo'ladi. 5 ming so'm 30 afg'oni. Xo'p, 6 ming so'm bo'ladi. 6 ming so'm. 3tasi 6 ming so'm bo'lar ekan. Bizda arzonmi yo ag'dami? Bizda bittasi 5 ming so'm. Bir donasi mana shu o'y nonini bu xamtirishda qilingan, duraja qo'shilmagan, hech qanaqa duraja yo'q. Oddiy xamtirishda qilingan. Oddiy xamtirishda qilingan. 6 ming so'm. Ha? Ha, 3tasi 6 ming so'm. Mana bu esa nimadir sotib yuribdi bu. Nima bu? Gilos. Olichi, ha, olichi aka. Mana bu esa tabak sotyapti. Tabaka nechi pul? Bittasi 1 kilomi yo dona sotadimi bular? Restoran var. Kilo. Yak dona qancha turadi? Ha? 350 afg'oni, ha? Ha, yaxshi. 350 65 ming so'm, 70 ming so'm bo'ladi. 65 ming, 65 ming, 70 so'm, 70 ming atrofiga to'g'ri kelar ekan. Mana bu esa jonga tegdi. Bu gulos sotyapti. Gulos emas, olvali albatta. Olvali. Bitta olamiz mana. Bir dona. Oy, bitta olamiz. Olvali ekan. Qancha buning bir kilosi? Qancha bu? Qancha? 50 rupiya. 1 kilo bersin. Ha, 1 kilosi 50 rupiya ekan. Mana. Bu olvali ekan, gulos emas, olvali. Bering. Bu nondan ham bersin, nondan. No. 3tasi 50 rupiya mi? 3tasi 50 rupiya. Restoran ha. Ha, сейчас. Mana. Mana bularni 1 minut. Da. Pulni bergan, pulni ko'rsataman bularga. Pul yirtilib ketgan, mana qara, ahvolini qara mana pullar. Pullar ahvolini qara. Zo'rg'a turibdi. Bularda hamma pul shunaqa. Zo'rg'a turibdi bechora. Mayda bo'lguncha 50 rupiya. Bizning pulga qancha bo'ladi deb yana qayta aytasiz? 10 ming so'm. 10 ming so'm. 10 ming so'mga 3 dona oldik. 10 ming so'mga pul bechora mana ahvoli. Juda achinarli. Hali pul almashmagan. Endi birodar azizlar, bu o'yin noni juda og'ir, juda yaxshi xamtirishda bo'lgan, hech qanaqa duraja aralashmagan. Birodar azizlar, sayohatimiz davom etadi. Biz Mozori Sharifda yuribmiz.